Damovoyi bor, o'zi ko'rinmaydi-yu, ovozi eshitiladi deysa, hayron bo'lardim. O'rtog'imni uyiga kelganman. 2 xona uyim bor, remont qilib bering oshna deydi. Xo'p deb kelib, atkoslarni to'g'irlayotgandim, tekizlayotgandim. Tepadan ovoz eshitildi, tomni ichida odam yurganga o'xshadi. Uyda hech kim yo'q mendan boshqa, o'rtog'im ham yo'q. Keyin o'zidan o'zi men velosipedim og'ana tushdi, devorga tirab qo'ydim. Dedim, nima bo'lyapti? Dedim, necha kishisilar dedim. Deb keyin bu tomonga kelib, mana etti to'g'irlayotgandim. Bo'yim yetmay qoldi tepaga. Men stolni qo'yib, shuni chiqib, ne kallamni ko'tarsam, mana mo'ylov. Mo'ylovingga sanimdi. Qo'rqitib yubordi biladi. Idaras. O'rtog'im bolalari ham sho'xda. Joy kelib eshik tomon. Keyin sani mo'ylovingni yulamiz endi. Chichivordim bile.